بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Allah Taala barchaga ma'lum mevalardan anjir va zaytunga, o'zi Musoga bevosita so'zlagan Saynodagi Tur tog'iga va har qanday xavf-xatardan omon bo'lgan bu shaharga, islomning beshigi Makkaga qasam ichib aytmoqda. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik. Agar Allohga itoat etmasa va payg'ambarlarga ergashmasa, uni do'zaxga qaytaramiz. Ammo iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan kishilar uchun bitmas tuganmas ulug' ajrlar bordir. فما يكذبك بعد بالدين. Ey inson, Alloh taoloning qayta tiriltirishga qodirligiga ochiq dalillar bo'lgani holda qayta tirilish va jazo yo mukofot olishni yolg'on deyishga seni nima majbur qiladi? أليس الله بأحكم الحاكمين. Bu kunni odamlar o'rtasida ajrim qilish uchun tayin qilgan Alloh barcha maxluqotlari borasida hukm qiluvchilarning eng adolatlisi emasmi? Ha, shunday. Bandalar buyurilmay, man qilinmay, savob yo jazo olmay o'z hollariga tashlab qo'yiladimi? Yo'q. Bunday bo'lish to'g'ri emas va bunday bo'lmaydi.